Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, aziz mehmonlar. Barchangizni Farg'ona viloyatida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ta'kidlash joizki, inson kapitali har qanday tashkilotning eng muhim boyligi hisoblanadi. Ayniqsa, davlat xizmati tizimida, jumladan soliq organlarida xodimlarning bilim va malakasi, kasbiy mahorati, mas'uliyati hamda fidoyiligi soha samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Soliq qo'mitasi rahbariyati tomonidan kadrlar salohiyatini oshirish, xodimlarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash va xalqaro tajribalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Inson resursini rivojlantirish va boshqarish faqat keldi-ketdini plus minus qilish emas, yoki intizomiy jazo chorasi berish emas, balki o'sha xodim uchun kerak bo'lsa oilaviy sharoitidan xabardor bo'lish, kerak bo'lsa sport bilan shug'ullanishini sharoit, kerak bo'lsa ovqatlanishini to'g'ri tashkil qilish, kerak bo'lsa mansab lavozimlaridan o'sishi uchun sharoit yaratib berish, malakasini oshirish. Mana siz bugun nima bilan shug'ullanishingiz. Inson resurslarini boshqarish asoslari tizim va tashkilotning zamonaviy yondashuvlari ta'lim dasturida ishtirok etganligi uchun mana shu akademiyani rasmiy sertifikati sizga topshiriladi. Tabriklaymiz.